Assalomu alaykum og'alar, qalisizlar, zo'rmisizlar, charchamayapsizlarmi og'alar? Bugun sizlardan Kasinoz YouTube kanali, bilasizlar, YouTube kanalimizni yangi ochganmiz. Jigarlar, podpiska soni 35 ta obuna bo'lib qo'yasizlar, like, kommentlarni banglatasizlar degan umiddaman. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar sizlarga yangi chiqargan videolarimiz joy-joyida borib turadi. Sizlarga bir narsani aytib o'tmoqchiman. Shu hafta 100 ta obunachi yig'sak YouTube kanalimizga, Telegram kanalimizga 100 ta odam ichida konkurs o'tkazmoqchimiz. Bu degani nima? 10 million so'm pul yutug'i yoki-da 10 million so'mni tanlamasanglar, ikkita S20 Ultra'ni ikkita odamga shunday podarka qilib olamiz yoki 100 ta odamga 10 million so'mni cho'taltirib yoki ID raqamlariga tashlab beramiz yoki kartalarga, plastik kartalarga tashlab berishimiz mumkin. Bo'lmasa jigarlar, biz o'yinni boshlaymiz. Podishkada bo'lib turib, videolarni iloji boricha reaksiya qoldirishda davom etinglar. Shu videomiz o'zida kommentariyada yozib ketsanglar, konkurs haqida shunga qarab turib sovg'alarni planlashtiramiz jigarlar. Biz boshlaymiz. Bugun balansimiz 1 million past summa bilan balans ko'tarishga harakat qilamiz. Boshlanishni o'ziga skach kartdan boshlaymiz. Qanchadan o'ynasak bo'ladi? 1 million so'mni iloji boricha 2-3 barobarga oshirishga harakat qilamiz. 25 mingdan ketdi. 25 ming. Bitta tarafdan ochib ko'ramiz. Ikkitadan 200 ming zo'r. Tarafda yana umuman bermayapti bu ham. Bu tarafdan ochib ko'ramiz. Davay 50 ming, 500 ming, 10x mikan deb qo'yibman bilan. Bitta yana 3 ta aylantiramiz. Ikkita 100 ming. Yana bitta ketdi. Bu tarafdan ketdi 100 ming. Balansimiz yana 1 million. Chiqamiz endi. Chiqib vampir kursga uramiz yana. Vampir ham ancha bo'ldi, lekin vampir o'ynamadik. 3 kun bo'ldi jigarlar, ko'rib turibsizlar o'zlaringiz. Video chiqarmay qo'ydik chunki strategiyalar umuman ishlamay qoldi 2-3 kun mobaynida. Shuning uchun sizlarga video ulasha olmadim. Yana bugundan уже strategiyalar ishlashni boshladi. Bemalol sizlar shu videolarni ko'rib, strategiyalarni, taktikalarni o'rganib, soqqani bossangiz bo'ladi. 25 mingdan ketdi. Bosamiz vampirni. 2, 3, 4, 5 talantiramiz. 3 ming qo'shamiz va yana 5 ta ketdi bitta. 2 ta 2x ga dagon beramiz, bilasizlar. 3 ming dagon. 9 ming, yana 2x mana dagon yana ketdi 3 ming. Hozircha kattaroq x yo'q. 3, 4, 5. Yana 3 mingga aylantirib 5 marta aylantiramiz. Bitta, ikkita 14800 bilet. Pizde summadan beryaptilar, past summadan. Umuman bermayapti vampir. Bugun vampirga vobshe kirmaydi. Midgard zombi o'ynaymiz. Уже 1 million balansni 462 mingga tushirib qo'ydik. 500 ming minusdamiz. Midgard zombida qanchadan? 10 mingdan bosamiz. 10 ming. Ketdi davay. Bunda jigarlar ikkita skater yoki bitta vil tushadi, o'shani o'ziga dagon qilsanglar bo'ladi. Balansdan kelib chiqqan holda albatta, hozir balansim uncha kattaroq summa emas, shuning uchun 10 mingdan boshyapman. Sizlar endi balansingdan kelib chiqib stavka qilib bossanglar bo'ladi. Ana shu strategiyalar sizlarga ham o'tib beradi. Ikkita vil, bitta skater, shuni o'ziga dagon. Zo'r nima desam, zo'r strategiya shu. Taktika desam, nima desam tushunasizlar, taktika yoki strategiya. Ishlab beradi sizlarga. Win07 promo kodi bilan o'tsanglargina u ishlab beradi. Bir qancha obunachimiz yozibdi menga, men qilib ko'rdim, umuman ishlamadi bu yoq. Lekin xabar yo'q. Win07 promo kodi bilan kirmagan, ro'yxatdan o'tmagan. Lekin mendan strategiya o'tman deb so'rayapti. U qanaqa o'tishi mumkin? Bolalar o'zlaringiz o'ylab ko'ringlar. Promo kod bilan ro'yxatdan o'tsanglargina ishlaydi bu strategiya, bo'lmasa yo'q umuman. Shuning uchun bu nimani befoyda o'ynagandan yo'q, foyda yo'q. Shu strategiyani qo'llaychilar, promo kod terasizlar, soqqani qilasizlar, tamom. Hozir 2 mingga oshirib olsam, bonus game bilet past summada tushib qoldi bu ham. 50 ming, 80 ming zo'r. Kattaroq yutuq bor, yomon emas. Qancha 500 ming, 1 million. 1 million emas ekan, 1 million adashibman. 130 ming. Zo'r. Bo'lib chiqamiz endi, Midgard zombidan chiqamiz. Tak, yana nima kirsak, Western slot ham bitta zo'r taktika qo'llab ko'ramiz. 500 minggacha bosamiz. Western slot ham yutuqni zo'r beradi. 3 mingdan 9 ta
Qatorini ham olamiz. 27 mingdan ketdi mana. Bitta 45 ming zo'r. 2 mana ketdi 2 urinish. Uchinchisi mana 4 15 ming. Bitta olsa lekin bu ham dal olib qo'yadi bular. Bering bular, ber axir. Qanchalar summalar minusga kelib ketyapti. 30 ming. Davay. Mana beradi 170 ming zo'r. Olsangiz. Bitta 3 ta transferdan chiqamiz keyin. O'sha azart yondi chunki. Ikkita mana uchinchisi ketdi. O'zi bermayapti. Men 547 ming balans. Kristal bo'lsamiz 10 mingdan. Mayli 20 mingdan ketdi kristallar. Qo'y. Bitta 03x. 03. Qayda yo'q 0xdan beryapti, bilyapti suvga. Ikkita mana 3 ta omadsizlik, 4 ta omadsizlik, 5 ta omadsizlik, bilat dalish omadsizlik kelyapti. 05 5x mana 100 ming. 03x 05 bilan o'ynamadi. 116 ming. Biz chiqamiz yana 491 ming balans. O'zi bitta yutuq oldinglar ham chiqish kerak. O'zi dalish o'ynayman desalar, xato o'ynamaydi keyin. 3 ming bilan o'ynaymiz. 3 ming bilan ketdi 3 marta ozroqga bitta, mana 3 ta. Ko'proqga mana ketdi bitta, 2 ta, 3 ta. Teng 7 ga qanchadan bo'lsa bo'ladi. 24 ming ketdi. Bitta mana bittani o'zida teng 7 ga qo'ydik. Balansimiz 602 ming bo'ldi. 3 mingga qaytaramiz yana millimergani. Bosamiz yana bitta, 2 ta, 3 ta jigarlab bitta, 2 ta mana 3 ta ketdi. Bundan ham teng 7 ga 24 mingdan bosdik. Bitta, 2 ta, mana 139 ming balansimiz 682 ming. Xo'p, mana signal keldi yana 8 dan. Bemalol o'ynasalar bo'ladi jigarlar. Ko'rdinglarmi, signal vaqti уже menga yetib kelyapti. Shuning uchun aytaman sizlarga YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'ysanglar, signal vaqti kelganda men o'zim video chiqaraman. Sizlar ham o'sha paytda videoni ko'rib turib stavka qilsanglar, normal YouTube qilib olasizlar. Stavka ko'tarib olasizlar, balans normal oshirib olsanglar bo'ladi. Hozirroqga teng 7 ga qo'ydik va bitta bosdik. 2 ta, 3 ta ketdi. Yana 139 ming. Уже hisobimiz 173 ming. Hozirroqga qo'ydik yana 3 mingdan ketdi bitta, 2 ta, 3 ta mana. Videomiz boshlanganiga ham уже 9 minut vaqt bo'lib qoldi. 2 ta, 3 ta. Teng 7 ni o'ziga endi 50 mingdan bosib beramiz. 50 ming ketdi bitta. 2 ta, 3 ta ketdi. Mana 3 ta da 190 ming. Yana qaytdik minimalkaga 3 mingga. Bosdik 3 ta bitta, 2 ta, 3 ta ko'proqga bitta, 2 ta, 3 ta. Teng 7 уже yo'q. 7 tushdi. Bitta, 2 ta, 3 ta. Hozirroqga qo'yib olamiz. Yana 7 tushdi. Ko'proqga 3 ta ketdi. Mana 7 tushmadi, endi 2x. Tak, 50 ming yo'q. 48 mingdan ketdi mayli. Bitta, 2 ta mana 3 ta. 2x ga oshirdik bitta. Mana bittada 556 mingga oshirdik. Ketdi yana minimalga qaytamiz 3 ming. 1 2 3 1 2 mana 3 ketdi. Teng 7 50 ming. Yo'q, uni termislar 2x ni oshirsanglar 50 ming qaytarsanglar bo'ladi. 50 mingdan ketdi bitta, 2 ta, 3 ta. 2x 100 ming bitta. 580 ming balansimiz 1 million 556 ming. O'zi 560 ming foydadamiz. Hozirroqga qo'ydik. Hozirroqda dalish qanchadan 3 mingdan bosamiz. 3 marta 1 2 3 ko'proqga 1 2 3. Yana 73 bo'ldi. 1 2 3. Bitta qo'yib oldik. Mana teng 7 ni o'ziga 50 ming yana. Bitta, 2 ta, 3 ta ketdi. 2x bitta, 2 ta, 3 ta ketdi mana. 2x 200 mingdan ketdi bu hududda. 2 ta, 3 ta. 504 ming balans qoldi. 400 mingdan bittalantiramiz. Bitta. 104 ming balans. 104 mingni endi tikamiz. Nima bo'lsa ketdi endi. 104 ming. Teng 7 o'ziga qo'ydik. Mana
603.200 to'ylarimiz yili oxirida berib qoldi. Xo'p, endi ozroqga qo'yamiz. 3400 stavka tushiramiz. 3000 ga 1 2 3 mana ketdi. Teng yetdim o'ziga 100.000 dan bosamiz. 1 2 3 4 5 6 da yana o'sha oxirida berib qoldi. 595.000 yana ozroqga qo'ydik. 3000 dan 7 tushmaguncha bilan 7 bittada tushib qoldi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Buni ham ketdi 10 marta. Bitta, ikkita, 3 4 5 6 7 8 9 mana 10 ketdi. Teng yettini o'ziga qo'ydik. Qanchadan bosamiz? 300.000 ga 200.000 dan bosamiz ekan. Balansimiz 3 marta aylantirsak bo'ladi. 100.000 dan ketdi mana 1 2 mana 1.160.000 balansimiz 1.389.000 ga chiqdi. Yana bir yutsak normalniy summa 2 millionga oshirib olsak bo'ldi, chiqamiz keyin 2x olsak bo'ldi. Chota bugun yaxshi summalar belgisi yo'q. Xo'p. 3000 ga qo'yamiz. 3000. Aylantirdik 10 marta bitta, ikkita, 3ta, 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mana ketdi. 10-chi bittalantirib yubordik. Yana 7 bitta ketdi. 1 mana 7 yana tushdi. Mana yana 7 tushib qoldi bilet. 2 marta bunga yubordik. Teng 7 o'ziga qo'ydik. X va qancha? 200.000 dan 3 marta aylantiramiz. 200.000 davay. Bitta mana 1.160.000 balansimiz 2.344.000 do'stlar jigarlar bugunga yetadi. Mana videomiz boshlaganimizga pashti 14 daqiqa bo'ldi. Bizga hech kim 15 minut ichida bizga hech kim 1.300.000 pashti 1.5 million so'm pulni hech kim bermaydi. Shuning uchun jigarlar kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, strategiyalar bilan sizlar ham normani saqlab qolinglar. Boyaga aytgan gapim esingizdan chiqmay qoldi. Shu haftaning o'zida 100 ta obunachi yig'sak, konkursni o'tkazib yuboramiz Telegram kanalda. Qo'ng'iroqchani bosib qo'yib, videoga iloji boricha qo'ldan kelgancha barcha registratsiyalarni qoldirishlarini so'rab qolamiz. Bo'lmasam keyingi videolarda ko'rishguncha jigarlar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.